Sizning telefoningiz PUBG'da 20, 30, 45 FPS, lekin buni bemalol 90 FPS qilsa bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'rsalaring, men sizlarga telefoningizda qanday qilib 90 FPS qilishni o'rgataman. Bu faylda bo'ladi. Bu telefoningizda kuchli qilib beradi va 90 FPS bo'ladi. Men sizlarga 100% garantiya beraman. Hozir sizlarga 2 donagina oson shart aytaman. Agar 2 don shartni bajasalaring, men sizlarga 90 FPS qiladigan faylni mutlaqo tekinga tashlab beraman. Birinchi sharti mana shu videoni kommentariyasiga 3 marta 90 FPS yozing va mana shu videoni 5 dona eng yaqin do'stingizga yuborib qo'ying. 100% 5 dona do'stingizga yuborib qo'ying. Ikkinchi muhim sharti Telegram kanalimga kiring. Telegram kanalim ssilkasi Instagram profilim biosida bo'ladi. Ya'ni xuddi shu ko'rsatilgan joyda bo'ladi. Telegram kanalimga kirasizlar va chatga kirib 90 FPS so'zini yozasizlar. Va adminlarim sizga bog'lanadi. 90 FPS faylni sizlarga mutlaqo tekinga tashlab beradi. Ishonmasangiz sizlar ham shuni bir marta sinab ko'ringlar. 100% tashlab beraman va sizlar 100% 90 FPS da o'ynaysizlar. Hammaga omad, hamma Telegram kanalimga o'tsin.